Xo'p, aziz obunachilar, Kia Sonet avtomobiliga metan uстановка, ya'ni 3 ta 30 talik qo'yib berish jarayonidan. Aka, shuncha aytyapman, siz bizga obuna bo'lib turing. Ayniqsa Kia avtomobili bo'lsa, bemalol o'zimizga rasmiy dillerga olib kelishingiz mumkin va yana bitta to'xtamga kelib oling. Propan afzalmi, metan afzalmi? Shuni to'lig'ini sizga video obzor davomida aytib o'tamiz biz. Ya'ni hech nimani bekitmagan holatda. Xo'p, hozirgi vaqtga Kia Sonet avtomobiliga ideal holat mana shu 3 ta 30 talik bilan metan uстановка qilib berish jarayoni. Sizda agar Kia avtomobillari bo'lsa, bemalol o'zimizga kelishingiz mumkin. Sifatli qilib, Kia Sonetlar o'zi uchun tushadigan miyalar, ya'ni 8 ta injektorga qo'yilgan miyalar bilan uстановка qilib beramiz. Xo'p, eng qizig'i puliga keldik. Xo'p, bitta zapravkani siz 100 ming so'mga qilasiz. Kia Sonet avtomobilida bemalol 300 kilometrdan oshiq kilometraj yurib o'tishingiz mumkin. Faqatgina bu hozirgi yozdi kuniga. Ertaga qishki kuniga kelganimizdan keyin gaz zapravkalar ozgincha davleniyasi tushadi, o'shani hisobiga 300 km yurmay qolish ham mumkin. Agarda sizga propanmi, metanmi xizmati kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib kelishingiz mumkin. Sirdaryo metan gaz sifatli, ishonchli xizmat Kia Sonetlarga. Shuning uchun aytayapman, aka, siz obuna bo'lavering. Bir kun xuddi shunday xizmat kerak bo'lganda bizni qidirib qolmasligingiz uchun eng kamida Kia Sonetlarga nima xizmatlar qilish kerak, boshqa xizmatlarni ham aytib boramiz. Kanalimizda davomida. Lokatsiya va ma'lumot uchun pastda raqam qoldiraman. Sirdaryo metanga ishonchli, sifatli xizmat 24 ga 7. Bu videoni metan qo'ysam bo'ladimi yoki propan qo'ysam bo'ladimi deydigan tanishlarga yuborib qo'ying, obuna bo'ling.